Endi bular bunchalik ko'p deydigan bo'lsak, tog'ni tepalariga aylanishga chiqishadi, qo'llariga baqlashga, salafanlarda oziq-ovqatlarni solib, o tepalarga chiqishadi. O'sha yoqlarga tashab kelishadi-da. Lekin u axlat o'sha yerda qolmaydi. Shamol bilan uchib, tushib, yumalab kelib oxiri suvga tushib, chunki eng past nuqta suv oqadigan joy. Kelib mana shu suvga tushib, suvni ifloslayapti-da. O'shaning uchun tepalarda qoldirib tashab ketsam ziyoni yo'q, suvga tashamayapman-ku degan taassurot bo'lmasi kerak-da. Chunki tepaga tashlaganingiz ham shamol bilan uchib kelib bu yoqqa tushadi. Chunki kechki payt ko'rdim. O tepadan baqlashga yumalab kelganini ko'rdim. Shunday ajoyib suvlar qarang. Ko'nglingiz bormaydi-ku bunga musor tashlashga, axlat tashlashga.